Hormanglar, yurtimizdagi tadbirkorlar, sizlarga mana shunaqa promzona kerakmi? Mana marhamat. Furu uchun zaezd, maydonda razvorot, pavorot, bemalol. Bundan keyin bunaqasiga orqasi bilan, oldi bilan darvoza, ketdik boksga. Qani marhamat, boksga. Boksimiz eniga 18 metr, uzunligi 60 metr, balandligi 5,5-6 metr. Xohlagan ishlab chiqarishga to'g'ri keladi. Gaz 380, o'zlarining teplari, undan tashqari suv, undan tashqari kanalizatsiya, hamma imkoniyat, sharoit bor. Promzona. Olasiz, ishlaysiz. Ishlab chiqarishga nihoyatda qulay. Egalari yaxshi, narxi ham baland emas, asosiysi. Siz oldingiz qimirlamasdan maza qilib o'sha 3 yilmi, 5 yilmi ishladingiz. Ko'rsatamiz, yaxshilab maksimum ko'rsatamiz. Tadbirkorlarga. Bu narigi tomon. Oxirgi devor, uni orqasida yana devori bor. Shunda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta, o'nta, 11 ta 6 metrli prayomli tomba. Bu tomonida bitta, ikkita, uchta 6 metrli, 18 metrdan ko'proq. Tomi yopilgan, chakka o'tmaydi. Hamma imkoniyati, sharoiti bor. Pravda, men hozir svetini yoqmadim, но в целом ishlab turgan joy. 1100 kvadratli metr. Xuddi shuni, yana ham xuddi shuncha joyimiz ham bor, xuddi shuni yonida. U ham xuddi shunday 1100 kvadratli metr. Mana bu tomini ko'rsataylik. Mabodo sizda qanaqadir оборудование balandroq bo'ladigan bo'lsa, mana buni ochib, mana buni ko'tarishlik mumkin. Svobodno. Ijara to'lashda muammoingiz bormi? Narxi balandmi? Qulayliklari yo'qmi? Kommunikatsiyasi yo'qmi? Hujjatchiliklarda muammolar bormi? Marhamat, xuddi shunaqa joy qidirganda yaqiningizga jo'natib qo'yinglar. Videoga like bosish esingizdan chiqmasin. 1 gektardan katta bo'lgan joy, 6000 kvadratli metrdan ko'p. Xohlasangiz hamma joyini ijaraga olishligingiz mumkin. Yana eng asosiysi, svobodno xodimlaringiz uchun administrativniy zdaniyasi bor. Ofis qilasiz. Undan tashqari oshxonasi bor, undan tashqari yotoqxonasi, undan tashqari hojatxona, hamma sharoitlari bor. Kelinglar, ko'ringlar, olinglar. Salomat bo'linglar.